Saram, ovqat pishirib bo'lganlaringdan keyin maqtov eshitishni rosa yaxshi ko'rasizlarmi? Menga o'xshab. Bechora erimni ovqatlanishga qo'ymadim, 100 marta qo'limda o'pib turib, mayli boshidan boshlay. Ikki xil nachinkali pirojkilarimiz tayyor, qatiqloshchalarni yoniga qilib qo'ydim. Qo'shnimda mazasi yo'q ekan, konteynerchaga solib, qizlardan chiqarib oldim, maza qilib ichib olsam deb. Pirojki pishirgan kunimiz обязательно qatiqlosh или borsh pishirib yeymiz. Boya qo'shnimizga ikkita kartoshkali, ikkita kapustali pirojki pishirganimiz uchun shunaqa chiroyli pirog, keyin morojnilar chiqaribdi. Osmondan tapillab yuvilgan kirlar tushganda shapillatib ularni qoqib-qoqib ilib tashladim. Pirojkilardan keyin hamma joyi moy bo'lib ketdi-ku, choynagimgacha hamma joylarni ko'pirtirib yuvishga tushib ketdim. Kelinimni ustilarini yaxshilab yaltiratib atib tashladim. Bechora tinimsiz kir yuvadi har kuni. Kuxna naborlarimiz glyansoviy bo'lgani uchun bir pasda qo'l izlari bilinadi. O'shaning uchun tez-tez yuvib turaman kuxnalarimni. Gazlarimni ham birinchi ko'pirtirib, 100 marta artib yuvib oldim. Kuxnim toza bo'lib ochilgan sari bag'ri dilim ochilib ketdi. Hamma joyda kirsillab yaltirashini qaranglar. Olmosmi bu, brilliantmi bu, tushunib bo'lmaydi. Voy dod. Oynadan aksim ko'rinadi-ya, o'zi ham. Даже ushlashga jalqi. Hozirgi kundagi orzularimdan biri qachon podpischiklarim 100 mingta bo'lar ekan deb orzu qilyapman. Обязательно yoqqa bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Videoga sig'may qolgan joylarini esa istoriyaga ham qo'yib boraman. Istoriyadan meni kuzatib boringlar.